Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan qadrdon obunachilarimiz, sog'misizlar, omonmisizlar? Barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz. Azizlar, bugun 2026-yil 20-may sanasi, hafta kunina chorshanba kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumani Naymon elida tashabbuskor insonlarimiz tomonidan shu bilan birgalikda elimizni, yurtimizni rivoji, ravnaqi uchun xudoiy xizmat qilib, bir savobga ega bo'laman deb bosh-u qosh bo'lib bir guvohi bo'layotganlaringizdan mana shu masjidni qurilishida el insonlari og'zi birgachilikda mana shunday ish faoliyatini olib borayotar ekanlar. Ana shu maqsad bilan biza mana shu manzila, mana shu maskana yetib keldik azizlar. İnsanlarimiz savobga o'zlarining hissalarini qo'shib, kimdir qo'ldan kelganicha qo'l mehnati bilan, kimdir imkon qadar xomashyo material bilan o'zlarining hissasini qo'shib turibdilar. Jarayonni sizlar bilan qisqacha yoritib o'tishga harakat qilamiz qadrdonlar. Bir layklarni bosin, iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang qadrdonlar. Xorazm viloyati Bog'ot tumani Naymon mahallasida joylashgan adresimiz, hurmatli kuzatuvchilar. Qarri Xo'ja bobo masjidi deb yuritiladi azaldan. Mana shu masjid sizlar ko'rib turgan ko'rinishi elimiz, yurtimiz insonlarini hamjihatligida hamda homiylarimizni yordami, mutasaddi tashkilot rahbarlarining yordami bilan mana shu ko'rinishga keldi. Hozirda endi mas'ul shaxslarni aytishına qaraganda, hozirgi kunda tom qismini yopish uchun list tunikalar yetishmovchiligi bor ekan. Agarda kimda-kim ana shu list yetishmovchiligini bartaraf qilaman desa, homiylik qilaman desalar, bemalol qadrdonlar, men ekranda telefon raqamlarini qoldiraman, ana shu telefon raqamlariga bog'lanishlaringiz mumkin. Bundan tashqari patolog va devorlari uchun gipsokardon 1600 metr kvadrat yerine kerak ekan. Gumbaz ishlari, naqsh, bezak uchun ustalarni rozi qilish kerak. Bundan tashqari xomashyolar kerak bo'ladi. Ana shuning uchun ham homiylar kerak bo'ladi. Topli pol materiallari uchun ham homiylik qiladigan yurtdoshlarimiz bo'lsam bemalol. Yana tahoratxona zamonaviy tipda bo'ladi qadrdonlar. Bunga materiallar, ustalar kerak bo'ladi ekan. Bunga bemalol homiylik qilishlaringiz mumkin. Granit 200 metr kvadrat yerga yetkiling kerak bo'ladi ekan. Kafelarimiz 550 metr kvadrat yerga kafel yetishmovchiligi bor ekan. Kotel 3 dona, boiler, suv isitish kerak bo'ladi ekan. Aristonlar, rakovinalar ish qilib, stroy materialni nechik turi bo'lishidan qat'iy nazar kimda qanday imkoniyat bo'lsa, bemalol homiylik qilishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Savob uchun Allohning yo'lida bemalol men ekranda telefon raqamlarini qoldirib o'taman. Ana shu telefon raqamlari bilan bog'lanib, o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni berishlaringiz mumkin yoki bo'lmasa o'z hislaringizni qo'shishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Agarda masjidga kelib, men hech qanday homiylik qilg'ida imkoniyatim yo'q desangizlar ham, qo'l mehnati bilan ham bemalol homiylik qilishlaringiz mumkin qadrdonlar. Albatta, imkon borida mana shunday imkoniyatdan foydalanib qolsak qadrdonlar, nur ustuna a'lo nur bo'lar edi. Xudo xohlasa bizdan o'zlarimiz foydalanamiz. Kelajak avlodga shunday bir ozod, obod, shuningdek ko'rkam, shinam, albatta yurtimiz va yurtimizda qadr aslan mana shunday binolar, masjidlar qolsa, bu naqadar baxt inson uchun qadrdonlar. Biz ichkariga girdik, qadrli kuzatuvchilar. Ichkarida ish avjinda yetib turibdi. Yoshi 80 yoshgacha bo'lgan artistlar ham, bolalar ham ishlab turibdi. Ko'rib, faxrlanib, g'ururlanib ketasizlar. Men Xivadan kelgan ustalar ishlab turgan ekan qadrdonlar. Ular ham suhbat tortamiz. Ustalar, assalomu alaykum, xormanglar ustalar. Usta, yaxshimisiz? Rahmat, shukr Xudo. Xormaysiz. Qaysi qismini uzatib turibsizlar, Xudo xohlasa masjidni? Gumbazning ichkari tomonini, gumbazni ishlab turibmiz, Ganchovoy makonligi bo'yicha ishlarni qilamiz. Endi kelganimizda bir 4 kun bo'ldi, yana Xudo xohlasa hamma ishlarni boshlab berdik. Oston sekin ishlarimiz yaxshi, hammasi joyida. Hamma narsamiz yetarli, Xudoga shukr, zo'r. Adingiz kim edi usta? Maqsud odim. Maqsud aka, dim yaxshi. Usta, xursand bo'ldik. O'zi azaldan ham
Xiva qadimiy Navqiron ko'hna shahrimiz. Bu me'morchilikda, bu genç, buning ustaxonalarmanchilikda ilg'or peshqadam vohamizda. Nafaqat vohamizda, respublika hududidan hammamiz yaxshi bilamiz usta. Zo'r ishlaringizga gap bo'lishi mumkin emas, xudo xohlasa. Alloh madadkor bo'lsin. Rahmat. Ataxon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Qarmang ata. Hammalaringizga. Ata sir bo'lmasa necha yashdasiz? Endi men to'g'risini aytsam, Aytavering to'g'risini. hozir 78 yosh. 78 Ana yoshdamisiz? ish qishloqdanman bu. Xivadan mehmon ustalar kelgan ekan Hurarvat. Men ikkalasi men shu qurilishga bog'liq edi bir vaqtlari. Sizlarga yordam berib turibman qo'limdan kelgancha muvaqqat. Malades usta, rahmat, ata rahmat. Shu sizlar olyapsizlar, sizlar ishlaringiz ham omad. Bu ustalar qo'llarim dard ko'rmasin. Hamma vaqt sog' omon bo'lsinlar. Endi qandaydir bir hozir mustaqillikda yashayapmiz. Prezidentimiz bizlarga katta qurilishlarga yo'l ochib berdi. Shu qurilishlarni quraveraylik. Bu qari yoshga qaramaydi. Albatta. Ko'ningni, qalbingga, aqligina qaraydi qurilishlar. Ata rahmat. Rahmat amin. Ata shu yoshdan sizda energiya bor, shijoat bor. Ko'rib havas etdik. Omad ishlaringiz ata. Siz yoshingizdan girib bizlar ham shuning shijoatda, shuning xayrli ishlarda boshi qosh bo'lib yurishni Alloh nasib etgan ata. Sog' bo'lasiz Xudoyim. Shu o'tganlaringizga rahmat qilsin Xudo. Hamma yo'llaringiz ochiq bo'lsin, kasbingizdan barakat topinglar. Ata rahmat. Mehmon bo'lib ketib turinglar. Rahmat. Hamma Sog' bo'lasiz. Omonlik. Sog' bo'lasiz ata. Hurmatli kuzatuvchilar, imkon qadar men sizlarga masjidni qurilish jarayoni, ustalarning ishlash jarayoni hammasi haqida imkon qadar ma'lumot berishga harakat qildim qadrdonlar. Azizlar, kimda qanday imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, men ekran ostida telefon raqamlarini qoldiraman. Telefon qilib bemalol murojaat qilib bog'lanishlaringiz va imkon qadar o'zlaringizni imkoningiz keladigan narsani ehson qilishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Bundan tashqari, agar ehson qilishga imkoniyati bo'lmaydigan yurtdoshim, meni kuzatuvchilarim hurmatli, like bosin va imkoni bor insonlarga imkon qadar shu videoni tashlab qo'ysangizlar, juda xursand bo'ladi qadrdonlar. Chunki mana shu masjidning qurilishini ozgina bo'lsa-da o'zimizni hissamizni qo'ysak, o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti barcha-barchalaringizga muborak bo'lsin. Qadrdonlar, har kim har kuni xayrli ishni qilishi kerak. Biz ham imkon qadar yaxshi ishga albatta hissamizni qo'shsak, o'zimizni benihoya baxtiyor his qilamiz. O'zlaringizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.